Man 31 yillik tajribaga ega amaliy psixolog Jadida Husniddinova bo'laman. 10 yil davomida yoshlarni olimlikka tayyorlash maktabini asos solib yuritib kelaman. Bu maktabim Jaloliddin Rumiy nomidagi psixologik maktab. Hozirgi yoshlar ota-ona menga mehr bermaydi deb o'ylashadi. Lekin ota-ona aslida butun umrini, hayotini, topgan-tutganlarini farzandiga bag'ishlayotgan bo'ladi va farzandini kelajagiga bag'ishlayotgan bo'ladi. Lekin aynan bolalar shunday deb o'ylashiga ham sabab bor. Sababi ota-onalar farzandini kelajagi uchun qancha harakat qilayotgan bo'ladi. Masalan, ularni xursand qilish uchun qancha harakat qilayotgan bo'ladi, lekin qalbdan, ya'ni o'smir bolalar bilan ayniqsa qalbdan gaplashmaydi yoki yosh bolalar bilan qalbdan, yurakdan gaplashmaganligi uchun bizning farzandlarimiz ota-onamiz bizga mehr bermaydi deb o'ylaydi. Aslida unday emas, lekin bu jarayonni to'g'rilash mumkin. Agar farzandingiz necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, siz ota-onalar farzandingiz bilan uning qiziqishlari, kelajakda qanday inson bo'lishi haqidagi fikrlarini eshitsangiz va ularni sizga berayotgan tavsiyalari, masalan, meni yosh farzandlarim menga kiyinishim haqida tavsiya beradi, yurib turishim haqida tavsiya beradi va undan qandaydir tavsiyalarni ham olsangiz, farzandingiz bilan o'zaro muloqotingiz yo'lga qo'yiladi. Aynan shu paytda siz unga xuddiki mehr ko'rsatayotgandek bo'lasiz. Aynan shunday qilganingizda farzandingiz menga mehr bermayapti deb o'ylamaydi. Aslida mehr bermayapti degan narsa yo'q, lekin kelajagini o'ylayaptimi, demak mehribonchilik ko'rsatyapti. Ayni paytda ota-onasi bilan to'g'ri munosabat qila olmayotganligi uchun menga mehr bermayapti. Yana bitta narsa bor. Aynan onalar, hozirgi onalar ish bilan band bo'lganligi uchun, o'zini muammolari ko'p bo'lib ketganligi uchun bolasini tinglamaydi. U maktabi haqida gapirmoqchidir, u sinfdoshlari haqida gapirmoqchidir, do'stlari haqida, dars haqida, o'qituvchi haqida gapirmoqchidir. Bularni eshitish uchun onaning vaqti bo'lmaydi va bolalar menga onam mehr bermayapti deb tushunadi. Bolalarni tanqid qilish, boshqalar bilan taqqoslash to'g'rimi? Bolani tanqid qilish hozir zamon o'zgardi, tanqid bolalarga yordam bermaydi. O'zi aslida ham yordam bermagan, lekin shunaqa davrlar bo'lgan. Tanqid odamga yordam bergan. Lekin hozirgi davrda tanqid yordam bermaydi, chunki psixologiya ancha rivojlanib ketdi. Agar farzandingizni siz qaysi yaxshi tomoniga diqqatingizni qaratsangiz, o'sha tomoni bilan rivojlanadi. Agar menga farzandim yoqmaydigan bo'lsa, meni o'zimga yoqmaydigan tomonlarni tanqid qilib gapiradigan bo'lsam, ham bola o'sha tanqid qilingan tomonga rivojlanadi, ham men uni o'zimni psixologiyam bilan bolamni o'sha tomonni rivojlantirib yuboraman. Shuning uchun ham tanqid hozirgi davrda mutlaqo to'g'ri kelmaydi, mutlaqo noto'g'ri tanqid. Nabarot, farzandini rivojlantirish uchun esa u bilan suhbat jarayonida mana bu tomonlaring senga yarashadi. Bu senga zo'r, kelajakda seni mana bu martabaga ega qiladi deb turib, sekinlik bilan mana bu tomoning yaxshi, zo'r, mana bu xulq-atvoringni to'g'rilab olsang bo'ldi degan tarzda gapirilsa, bu juda ham yaxshi. Endi taqqoslashga keladigan bo'lsak, taqqoslash bitta insonni yerdan yo'qotish bilan barobar. Masalan, qo'shnini farzandi bilan taqqoslasa, masalan, aytsaki, qara qo'shnini farzandiga, qanaqa maktabda zo'r o'qiyapti. Mana hozir butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi IT sohasi bo'yicha desa, agar bu farzand tan olinmagan sifatida sekin astalik bilan bor qobiliyati ham o'chishi boshlaydi. Bu paytda aynan shu holatda qanday gapirish mumkin farzandga? Mana qaragin, qo'shnini bolasining qobiliyati mana shunga rivojlangan ekan. Bu dunyoga shu uchun kelgan ekan. Qara, seni mana bu qobiliyating zo'r. Sen mana bu sohani zo'r olib ketsang, o'zing haqiqatdan ham zo'r inson bo'lasan. Sen o'zingni unga solishtirma. Sen alohida tomoning bilan ajralib turasan deb turish uni yangi qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Yondashish sal boshqacharoq bo'lishi kerak. Taqqoslash bilan emas. Ona sifatida bolalarga qancha va nimalar uchun pul berish kerak deb o'ylaysiz? Albatta, bolalarga investitsiya kiritish kerak. Ona sifatida men o'zimni farzandlarimga katta investitsiya kiritganman. O'qishiga investitsiya, qiz bolalarning kiyimiga investitsiya, o'g'il bolalarning kiyimiga investitsiya, ko'proq shug'ullanadigan narsalarga, masalan, kompyuterga,
yoki asbob uskunalarga investitsiya kiritganman. 12-13 yoshli bolalarni turli to'garaklarga berishadi. Bu kelajakda ularga qanday yordam beradi? To'garaklar bolalarga yordam beradimi? Albatta, agar bolani qiziqishiga qarab, qobiliyatiga qarab qaysidir to'garakka qo'yilsa, albatta u zo'r yordam beradi. Chunki u o'sha sohasini miyasida rivojlantiradi. Qalbini ochishga yordam beradi, miyasini rivojlantirishga, ongini shakllantirishga yordam beradi. Fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, tasavvurini kengaytiradi, hissiyot jarayonini kuchaytirib beradi. Juda katta yordam beradi. Hozirgi bolalarning rejimi o'zgarib qolgan. Ya'ni ota-onalar 12-1da uxlasa, ular ham telefon, televizor ko'rib shu vaqtda uxlashadi. Bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Biza hozir bu temani noto'g'ri deymiz, lekin to'g'ri-noto'g'riligini bolalarning o'zi ko'proq yaxshi biladi. Agar misol uchun siz bolangizni haqiqatdan ham kelajakda iqtidorli farzand qilib o'stirmoqchi bo'lsangiz, albatta bolalarni yoshligidan qonun qoidalarni nechida yotib, nechida turish, qaysi paytda nima bilan shug'ullanishni siz ona sifatida shakllantirib borasiz. Bu sizni qo'lingizda. Agar kuchim yetmayapti, qo'limdan kelmayapti deb bola xohlagan paytida uxlab, xohlagan paytida turadigan bo'lsa, bu uni sog'ligiga ham va sizni sog'ligingizga ham muhim ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ham bolalarni yoshligidan tartibga, intizomga, uxlab turish va ishlash, harakatlanish, qobiliyatlarni rivojlantirishga muhim vaqtlarni belgilab olish afzal deb o'ylayman. Chunki katta bo'lgandan keyin juda qiyin. Ko'pincha biz ota-onalar farzandimizni tinch o'tirsin deb multiklar qo'yib yoki kompyuterlarni qo'liga qo'yib qo'yamiz yoki telefonni beramiz. Ko'p vaqtlarini ular xohlagan narsasini ko'rish bilan o'tkazadi. Bu juda ham noto'g'ri jarayon aslida. Lekin agar farzandlaringizni to'g'ri yo'naltirsangiz, masalan, IT sohasi bo'yicha yo'naltirsangiz, juda ham farzandlar kuchli rivojlanadi. Sabablari: chunki IT sohasi bu kichkinagina joy emas, kichkinagina fan ham emas. Bu farzandning ijodiy qobiliyatini va ijobiy qarashlarini yuksak darajaga ko'taradi.